bitta quyib qo'yasiz, turaveradi, muzlab turaveradi, yozda qishda issiq turaveradi. Shunaqa xususiyatlari bor. Suvdan qo'ying unga. Yaqinlarim, sizlarga men bitta zo'r tunika fon sexiga yetib keldik. Mana ko'ringlar, juda ham arzon narxlarda akamiz tayyorlab beradi. Ayni payni xunnas tunika mana shu sohasiga kiradigan oshxona mebellar hammasini ichiga kiradigan narsalar chiqarib berishaveradi akalarimiz. Zonti, mana shunaqa ventilyatsiya, muzlatgich, suv solib beradigan ular hammasidan bor. Ko'ringlar, bitta odam 2 tane bemalol ko'tarib ketsa bo'laveradi. Juda ham arzon narxlarda ko'ringlar. Mana shuni suvni bitta ochib qo'yasiz, suv o'zidan o'zi tushaveradi. Buning ichiga 10 litr suv hajmi bor. Bitta quyib qo'yasiz, turaveradi, muzlab turaveradi, yozda qishda issiq turaveradi. Shunaqa xususiyatlari bor. Do'stlar, ko'ringlar, narxlari super naqd ekan. Dona olamiz deganga 300 ming so'mdan, optimga ish qilamiz deganlarga 250 ming so'mdan super narxlarda. Nima deyapti do'stlar? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Marg'ilonga yetib kelganmiz, sexga. Akamiz birinchi qo'l ekan, o'zini stanollarda ishlab chiqaradi. Mana ko'ringlar, hamma yo'qdan materiallari bor, o'zlari zo'r qilib, kачество qilib, sizni aytganingizdek g'oyangizni qilib chiqarib berishaveradi. Mana shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Bunaqa optim, mana shunaqa ish qilamiz deganlar uchun optimchilarga ham tayyorlab berishaverar ekan do'stlar. Bitta baho beramiz ishga aka. Mana shunaqa gazurubka, mana shunaqa muzlatgich so'raganlar uchun mana muz solib beradigan idishlarimizdan tayyor. Ranglari bor buni har xil. Mana shunaqa optimcha so'raganlarga jo'natib qo'yamiz. Pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar qadrdonlar. Manzilga keladigan bo'lsa, Marg'ilonda joylashgan, arab shashlik xonasidan o'tganda yo'l bo'yida joylashgan. Do'stlar, kelaverasizlar. Sog' bo'linglar.